Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammadi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmetullohi ve berekatuh. Sabr ve besabrlik. Alloh subhanahu va taolo odam bolasini yaratar ekan, uni sinovga, imtihonlarga, balolarga duchor qiladi. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni qaysi biringiz chiroyliroq amallarni qilishligini bilishligi uchun sizlarni baloga uchratadi, sinovga, imtihonga. Alloh tomonidan mana shunday sinovlar kelar ekan, insonlar ikki qismga bo'linib qoladi. Bir qismi sabirlar. Ular sabr qiladi. Alloh bergan shu kunga rozi bo'ladi. Yana bir qismi esa boshiga kelgan musibatdan jazoga tushadi. Norozi bo'ladi. Hatto ba'zilari yaratuvchisiga kofir ham bo'ladi. Odamlar ikkiga bo'lindi. Sabirlar va jazoga tushadiganlar. Bular ikkalasi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabirlarning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam balolandi. Aziyatlarga uchradilar. Varaqa ibn Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sizni qavmingiz yurtingizdan haydab chiqarayotganida qaniydi yosh yigit bo'lsam sizga yordam bergan bo'lardim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ava muhrijiyahum, ya hali meni qavmim yurtimdan haydab chiqaradimi? Varaqa ibn Nawfal payg'ambarimizga birinchi kundan ta'lim beryaptiki, siz olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa, albatta aziyatlarga uchragan, unga nisbatan dushmanlik qilingan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aziyatlarni har turlisiga uchradi. U zot sallallohu alayhi vasallam Makka da turar ekan, so'kishdi, urishdi, yuziga tupurishdi, ustiga ichak-chavolarni, hayvonlarning ichak-chavolarini tashlab qo'yishdi, toshlar bilan qo'lashdi, yolg'onchilikda ayblashdi, hatto qatl qilishlikkacha qasd qilishdi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shunday bir qiyin, mashaqqatli kunlarida vahiy qildi. Astagfiru billah, wasbir wa ma sabruka illa billah va la tahzan alayhim va la taku fi ziqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ustingizga kelayotgan narsalarga sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Biz sabr bo'lishimiz uchun, ustimizga kelayotgan yengil og'ir kunlarga sabr qilishimiz uchun Allohning yordami kerak. Agar Alloh quvvat bermasa, hargiz sabr qila olmaymiz. Ularning ustida mahzun bo'lmang. Ularning makr hilalaridan siqilmang ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustiga birodarlar, inson bolasining ustiga qanaqa bir mashaqqat, sinovlar kelishi mumkin bo'lsa, hammasi keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamma bolalari Fatima onamizdan tashqari Rasulullohning o'zidan avval vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 3 o'g'il, 4 qizi bo'lsa, mana shu 7 ta farzandidan 6 tasi Rasululloh ko'mdi. Bitta farzandi o'lsa inson qancha musibatga tushadi, qancha jazoga tushadi, qancha besabrlik qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 ta farzandini o'zi ko'mdi. O'g'illari balog'atga yetmasdan uchalasi ham vafot etdi. Mana shu emiziklik o'g'li Ibrohim vafot etganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Albatta qalb qayg'uradi, ko'z yoshlanadi, ammo biz faqatgina Robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Ey Ibrohim, biz sizdan ajralishdan mahzunmiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida bir ayolning farzandi vafot etdi. Farzandi vafot etdi. Haligi ayol farzandini qabrining ustida turib qattiq yig'lar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni oldidan o'tib qolib, "Ey Allohning bandasi, Allohdan taqvo qiling, sabr qiling" dedilar. Ayol kishi nima dedi? Rasulullohga nima deb javob berdi? Musibatning qattiqligidan nima deyotganini bilmasdan, "Meni tinch qo'ying, nari turing" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Rasululloh indamasdan ketdilar. Rasululloh o'tib ketganlaridan keyin odamlar, "Ey falonchi, senga voy bo'lsin. Rasulullohga nima deding hozir?" Hali ayol o'ziga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib uzr so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabr musibatni birinchi zarbasi yetgan paytdagisi sabr dedilar.
Otangiz o'lganda, bolangiz o'lganda, molingizdan ajraganingizda birinchi marta xabari kelganda, shu paytda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deya olasiz, demak sabr qildingiz. Ha 1 yildan keyin, 6 oydan keyin o'z-o'zidan nima olasiz? Ko'nikib qolasiz bu narsaga. Innamas sabru inda sodmatil ula. Sabr haqiqiy sabr. Musibatni birinchi zarbasi kelgan paytda ko'rinadi. Musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabirlarga, jazabaga tushadiganlarga. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabr bandalar boshiga musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyshadi. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz. Ikkinchi toifa esa, jazabaga tushadigan toifa esa, ey Robbim, nima uchun bunday qilding? Qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim? Nima uchun ayni men? Kinolardan eshitamiz, ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deb qo'yadi. Agar seni qilayotgan gunohlaringga 10 tadan bittasiga 10 da jazo berganida bir kun ham turmas eding. Sabr bilan jazoga tushadigan kishi hech qachon bular teng bo'lmaydi. Sabr bandalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah va bashshiris sobirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biror musibat kelganda, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sabirlarga xush xabar bering. Musibat kelgan paytda shu so'zni aytish kerak. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ikkinchi toifachi, bular haqida ham Alloh taolo xabar berdi. Jazoga tushadigan besabrlar, Allohning qazosiga, taqdiriga norozi bo'ladiganlar. Innal insana xuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguvchidir. Mana ikki xil odam. Biri sabr qilyapti, ajr olyapti, biri jazoga tushyapti, gunohkor bo'lyapti. Hansa ismli ayol haqida eshitganmisizlar? Islomdan avval Hansaning Sahr ismli akasi vafot etdi. Jahiliyat davri. Akasidan ajraganligidan qayg'uga botib, jazoga tushib, tongdan kechgacha yig'lar edi. Albatta bu jazoba edi. Akasini o'limini eslab, marsiya o'qib, she'r o'qib shunday der edi. She'rining mazmuni quyidagicha edi. Kunni chiqishi menga sahrni eslatadi. Har kun botganda ham buni eslayman. Agar atrofimda akalari uchun yig'layotganlar ko'p bo'lmaganida edi, o'zimni aniq qatl qilgan bo'lar edim. Bu jahiliyatdagi ahvoli. Keyin bu ayol islomga kirdi. Islomi chiroyli bo'ldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Qodisiyya ma'rakasi sodir bo'ldi. Hansaning 4 ta o'g'li mana shu ma'rakada qatnashdi. Ularning 4 tasi hali ma'raka nihoyasiga yetmasdan turib xabar keldi onaga. Ey Hansa, sizni 4 tala o'g'lingizni Alloh qabul qildi. Alloh ularni shahidlik bilan ikrom qildi. Jahiliyatda bitta akasi o'lgani uchun qancha yig'lab, qancha jazoga tushgan edi. Mana endi islomga kirganda 4 tala o'g'li bir kunda ketyapti. Yig'ladimi? Jazoga tushdimi? Norozi bo'ldimi? Nima dedi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. So'ngra aytdi: Robbim, ularni o'zingni dargohingda shahidlar qatorida qabul qilgin. Meni ham ular bilan birga naim jannatlarida jamlagin. Ana birodarlar, sabr. Bundan ortiq so'zni gapirgani yo'q. Hansaning sabri shunday bo'ldi. Hansani jahiliyatdagi davri bilan, holati bilan islomga kirgandagi holati teng bo'ldimi? Bu ikki holat teng bo'ladimi? Allazina idza asabatuhum musiba. Bu shunday zotlarki, qachon ularga musibat yetsa, ya'ni bir tabib bir bemoriga aytadiki, analiz qildik, tashxis qildik, takror tekshirdik, falon kasalga chalinibsiz. Shunday odamlar bor, dod deydi, yig'laydi, norozi bo'ladi, tabibni la'natlaydi kerak bo'lsa va Robbisining taqdiriga norozi bo'ladi. Ey Robbim, nima uchun men deydi. Ammo solihlarchi boshiga musibat tushganda ular jazoga tushmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu u kishi betob bo'ldi va mana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi. U kishining huzuriga kirganlar tabib chaqiraylikmi sizga deyishganida Abu Bakr Siddiq
Tabib meni ko'rib ketdi. Odamlar nima dedi? Albatta men xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan, shunday deb aytdi dedi. Ya'ni o'lishligini bildi, jazoga tushgani yo'q. Odam bolasi borki, birodarlar, ustiga musibat keladi. Tirik ekan, sinovlar keladi. Bundan hikmat nima? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishingizda sinashlik uchun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Alloh taolo Muhammad surasida marhamat qiladi. Albatta biz to sizlarning orangizda mol va jonlari bilan jihad qilguvchi va yaxshi yomon kunlarida sabr qiluvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz. Balo kelganda ayrim odamlar sobit bo'ladi, ayrimlari jazoga tushadi. Lekin ikkalasining ham boshiga musibat keldi. Ikkalasi teng bo'ladimi? Jazoga tushgan kishi Robbisining qazoy qadariga e'tiroz bildirayotgan bo'ladi. Nima uchun bunday bo'ldi? Nima uchun zarar ko'rdim? Qanday qilib bu kasallikka uchradim? Qanday qilib men yaxshi ko'rgan inson vafot etdi? Norozi bo'ladi Allohning qazosiga. Umar ibn Xattob aytardi roziyallohu anhu, eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishligini ko'rdik. Eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishini ko'rdik. Kishi besabr bo'lar ekan, uni hayoti hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Jannatiylar jannatga kirganlarida ularni nima sabab bilan jannatga kirganligini Alloh taolo bayon qilib beryapti. Astagfirullah va jazahum bima sabaru jannatan va harira. Ularni sabr qanoatlari sababli jannat va jannatda egnilarida bo'ladigan ipak liboslar bilan mukofotladi. Nima sababdan kiribdi jannatga ular? Sabri tufayli. Qaysi sabri tufayli? Musibat kelganda, ko'yniga yoqmaydigan ish sodir bo'lganda, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb boshqa gap gapirmaydiganlar. Solih kishilardan biri aytadi, ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir shol odamning oldidan o'tib qoldim. Harakatdan to'xtagan, ko'zi ko'rmaydi. To'shagida yotib olib, haligi shol ikki ko'zi ko'r kishi aytayapti. Yaratgan ko'p bandalaridan meni afzal qilib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga hamdlar bo'lsin. Haligi solih kishi, "Ey falonchi, seni nima bilan afzal qildi? Axir shol bo'lsang, ikkala ko'zing ko'r bo'lsa, yana kambag'al faqir ekansan ham." U kishi aytdi, "Axir qalbim mo'min, tilim zokir emasmi? Qancha ko'zi ochiq, qancha oyog'i yuradigan odamlar bor, qalbi ko'r, tillari soqov." Siz bilan bizga har qancha musibat kelmasin, birodarlar, qalbimizda iymon bormi? Tilimiz Allohning zikridami? Buni oldida hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi. Mo'min odam uchun. Bir arobiya ayol bir uyning oldidan o'tib qoldi. Uydagilar dod-deb yig'layotgan edi. Nima bo'lyapti bu uyda? Nima yig'layapti ular? Aytishdi, bu hovlidagi bir kishi vafot etdi. Haligi sahroyi bo'lgan arobiya ayol ularning ishi Robbilariga e'tiroz bildirish u uning qazosidan norozi bo'lishdan boshqa narsa emas dedi. O'ldimi? O'ldi. Dod desang ham o'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun desang ham o'ldi. Sen mana shu musibatda sabrga ega bo'lsang ham, savobga ega bo'lsang ham o'ldi, jazoga tushib gunohkor bo'lsang ham o'ldi. Birodarlar, yig'lash mumkin. Ko'zda yoshlanishi, qalbning ezilishi insonning tabiatida bor narsa. Lekin nima mumkin emas? Dod solib yig'lashlik, kiyimlarni yirtishlik, yuzlarini tirnashlik, boshiga tuproq sochib, sochini yulishlik. Hadis qudusida Alloh azza va jalla aytadi: "Agar men mo'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam, so'ngra u sabr qilsa, Allohdan umid qilsa, uni mukofoti faqat jannat bo'ladi. Otangiz o'ldimi, onangiz o'ldimi, bolangiz o'ldimi, yaqiningiz o'ldimi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb Allohdan sabr umid qiling, Allohdan savob umid qiling, sizning mukofotingiz faqat jannat bo'lishini Alloh taolo o'zi xabarini beryapti. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Izabtalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awwastuhu minhumal jannata." Agar bir bandamni ikkala ko'zida imtihonga uchratsam, ya'ni ikkala ko'zini olib qo'ysam,
balo olasam, ikkala ko'zini ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, bu ikkala ko'zini evaziga men jannatni beraman. Qarang, ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Dod desa ham ko'r bo'ldi, rozi bo'lsa ham ko'zi ko'r bo'ldi. Faqat bu yerda musibat kelgandan keyin inson o'zini nazorat qilishligi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytadi: sabrning iymon oldidagi manzilati xuddi boshning jasad oldidagi manzilati kabidir. Sabrni iymon oldidagi manzilati xuddi boshni jasad oldidagi manzilati kabidir. Boshni uzib tashlasa, jasad nima bo'ladi? Yasholmaydi. Kishida iymon bo'lsa-yu, agar sabr bo'lmaydigan bo'lsa, mana ayni shu holat bo'ladi. Besabrligimizning turi ko'p, birodarlar. Ishimiz yurishmasa besabrlik qilamiz. Issiq bo'lib kelsa besabrlik qilamiz. Na sovuqqa ko'nadirsan, na issiqqa xo'p deysan. Albatta shikoyat borda hayotimizda, to'g'rimi? Shikoyatsiz biror kunim o'tgan deb ayta olasizmi? O'zi sabr nima edi? Shikoyat qilmasligida. Shikoyatsiz kunimiz o'tganmi? Biron kunimiz. Biz shikoyatsiz kunimiz yo'q, birodarlar. Demak, sabrimiz ham oz ekan. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Voqea qissa. Bir kishi o'zi haqida hikoya qilib shunday deydi: ishim shaharda edi. Shaharda yashar edim. Ota-onam qishloqda, ularni ziyoratiga 2 kunda bir, 3 kunda bir borib turardim. Qishloq bilan shaharning o'rtasida bir necha soatlik yo'l bor edi. Ota-onamni ziyoratiga chiqib, farzandlarim bilan borib, ularning oldidan qaytib kelayotgan edik. Singlim ham bizga qo'shilib oldi. Singlim ham birga ketishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi. Ayolim, 2 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor edi. Hammamiz mashinada suhbatlashib ketar ekanmiz, kulishib borar ekanmiz. To'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi. Mashinamiz aylanib ketdi. Nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Bir necha lahzalar o'tdi. Ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi. Qizim shol bo'lib qoldi. Ayolimning boshiga zarba tekkan edi, hayot bilan o'lim orasida turibdi. Singlim esa komaga tushib qoldi. Bir lahzada. Tasavvur qilib ko'ring, ayoli, singlisi 3 ta bolasidan birdaniga ajrab qolishdi. Bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi. Yana musibatning kattaligini ko'ringki, farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti. Singlim va qizimning oldida shifoxonada uzoq o'tirdim. Lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi. Uyimga qaytib bordim, hovlidan ostonxonalab kirdim, to'xtadim. Uyi bo'sh. Bolalarimning ovozlari va kulgularini eshitib turgandayman. Ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman. Ularni hammalari bordek, xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti. Ammo haqiqat bunday emas. Endi bu uyda qanday qilib yashayman? Shunday odamlar bor, birodarlar, ana musibat. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa ham ketdi ular, jazovaga tushsa ham ketdi ular. Shu odamlar bor, 3-4 chaqasini yo'qotib qo'ysa, o'zini tuta olmay qoladi, jazovaga tushadi. Mol safarga olib kelgan molidan foydasi ozroq bo'lib qolsa, o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Qo'lidagi ishchisimidi, farzandimidi 3-4 so'mini zararga uchratib qo'yadigan bo'lsa, dunyoda ostin sunqib tashlaydi. Mo'min odam shunday bo'ladimi? Birodarlar, Alloh panohida saqlasin. Bu kishining hikoyasi har bittamiz boshimizga kelib qolishi mumkin. Alloh xohlagan lahzada Alloh saqlasin. Lekin insonning boshiga yubtalal mar ala qadri dinihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kishi iymonidagi salobatga qarab, dinidagi salobatga qarab imtihonga uchraydi. Iymonida salobat, quvvat bo'lsa, imtihon shunga yarasha keladi. Va bashiris sobirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biron musibat kelganda, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchilarmiz deydigan sabirlarga xabar bering. Birodarlar, Allohning sinovi, musibati, balolari kelganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabir bandalar, jazobaga tushadigan bandalar. Sinov har xil bo'ladi. Qo'rquv, ochlik, kambag'allik, kasallik, yaqinlarning vafotlari. Oqil kishi mana shunday qalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda
ikki og'iz so'zni aytishlik kerak. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz, o'zimiz ham, molimiz ham, hamma narsamiz Allohniki va inna ilayhi roji'un. Albatta uning huzuriga qaytib borguvchidirmiz. Agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, unga 3 ta mukofot bor. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlarga birinchisi Robbilari tomonidan salovat bor. Ikkinchisi Robbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti. Uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan, qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi baxt va baxtsizlik. Baxt nima o'zi? Baxtni kimdir sog'ligida deb biladi, kimdir yoshligida deb biladi, kimdir yana bir mansabda deb biladi. Baxt nima o'zi? Kishini qalbini xotirjamligi, kunidan rozi bo'lishlik, qalbning oromi. Kishini qalbi orom bilan turganligi, g'am tashvishli yo'qligi, kuniga xotirjamligi, kuniga roziligi bu baxt. Odam bolasi borki, birodarlar, baxt islaydi. Shaqovatdan, badbaxtlikdan qochadi. Endi ulardan qanchasi saodatni topadi, bu insonlardan qanchasi topmaydi, Alloh biladi. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratib, otamizni jannatga kiritdi. So'ngra uni qovurg'asidan Havo onani yaratdi. So'ngra aytdi: qarang, Odam alayhisalom Havo onamiz bilan jannatda hamma narsa muhayyo. Alloh taolo aytdi: Astagfirullah, faqulna ya Adamu inna hada aduwwun laka va li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Bas biz aytdik, ey odam, albatta bu, ya'ni iblis, senga ham, seni xotiningga ham dushmandir. Bas u ikkovingizni jannatdan chiqarib baxtsiz bo'lib qolmagan. Fatashqa. Jannatdan chiqib kelsang baxtsiz bo'lib qolasan. Jannatda turishlik baxtida ekan, chiqishlik badbaxtligida ekan. Jannatdan chiqib badbaxt bo'lib qolishiga kim sabab bo'lar ekan? Shayton, iblis. Saodatni hammasi birodarlar jannatda. Shaqovatni, baxtsizlikni hammasi jahannamda. Odam alayhisalom, Havo onamiz ikkalasi bo'lib man qilingan mevani yeb qo'yganlardan keyin jannatdan chiqarildilar. Hamda Alloh taolo Odam alayhisalomni yerga tushirib yana vahiy qildi. Astagfirullah, faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Alloh tomonidan kelgan hidoyatga ergashgan odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Shaqovatdan uzoq bo'lishni istaymizmi? Alloh taoloning hidoyatiga yuraylik. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Endi buni muqobilida bir toifa insonlar bor, Allohning zikridan yuz o'girgan, Allohning hidoyatidan yuz o'girgan. Alloh taolo aytadi: kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Mana kishi dunyoda baxt islar ekanmi? Hidoyatda yursa baxtli bo'ladi deyapti Alloh taolo. Hidoyatdan yuz o'girsa, Robbisining zikridan yuz o'girsa, badbaxt bo'lyapti. Saodat, baxt, saodat deb gapirilganda pul aytilinyaptimi? Millat, qaysi millat vakili bo'lishi aytilyaptimi? Qaysi zamonda, qaysi yurtda yashashligi aytilyaptimi? Peshonasi ochiq odamlarda, o'sha Yevropada yashayotganlarchi. Baxtli odamlarda nimaga? Benzin narxi ham oshmaydi. Magazinlar to'ldirib produktda, zo'rda, baxtli odamlarda baxt degan tushuncha hidoyat ekan, birodarlar. Baxtsizlik, shaqovat degani hidoyatsizlik, zalolat ekan. Hozirgi kunda odamlarda juda ko'pchiligi hidoyatdan uzoq, shuni o'zidan, ya'ni binobarin badbaxt shaqovat ichida. Qancha odamlar Robbisiga yaqin bo'lib saodatini topyapti. Qanchasi nafsining ko'yiga kirib, Robbisidan uzoq bo'lib badbaxt bo'lyapti. Vallohi bir kishini millionlagan puli bo'lsin, hashamatli uylari bo'lsin, eng yangi qimmat mashinalarda minsin, ammo Robbisidan uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu insonni baxtli deya olmaymiz.
Chunki bu inson Robbisidan uzoq bo'ldimi? Robbisini qulchiligidan bosh tortdimi? Demak, nafsiga qul bo'ldi. Nafs to'yadimi? Nafs to'yadimi? Demak, bu inson hech qachon hayotidan xotirjam bo'lmaydi, hayotidan rozi bo'lmaydi. Ammo faqir odam bo'lsa, tirikchiligini nari-beri o'tkazayotgan bo'lsa, ammo qalbida iymoni bo'ladigan bo'lsa, bu inson haqiqiy saodatli kishi. Chunki bu dunyoning sinovligini, bu dunyoda vaqtinchaligini biladi, qanaqa kun kelsa ham Allohdan rozi bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan saodatga erishadi. Ibrohim Adham ko'p eshitganmiz bu kishini. Taniymiz kim bo'lganligini bu kishini aslan. Bu kishi Xuroson podshohlarining birini o'g'li bo'ladi. Shahzoda. G'aflatda, o'yin-kulgida, maishatda, mulk-ko'chilikda, isrofgarchilikda yashagan. Kunlarda birida bir kishi kelib unga nasihat qilib aytdiki: "Ibrohim, Alloh seni shu narsa uchun yaratganda o'ylaysanmi?" dedi. So'ngra ushbu oyatni tilovat qilib berdi. Astagfirullah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allohul malikul haqq. Robbimiz so'rayapti. Robbimiz siz bilan bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaymiz deb o'ylayapsizlarmi? Bu oyatlarni eshitganida Ibrohim Adham qalbi uyg'ondi. Iymonga qaytdi. Yig'ladi. Shu kundan boshlab hayotini o'zgartirishga kirishdi. Mulkni tark qildi, ne'matlarni, huzur, halovatlarni hammasidan voz kechdi. Bag'dodga safar qildi. Mana shu joyda yashab, dinga berildi, ilm o'rgandi, shariat yo'lini mahkam tutdi. O'zini zamonasidagi eng salohiyatli insonga aylandi. Boyligidan kechgani uchun faqirona hayot kechirardi. Ustida bitta jundan bo'lgan kiyimi bor edi. Yeydigan narsasi bir burda qattiq non edi, bir kuniga. Va buni ana shu daryoda suvga chilab, yumshatib shu nonni yer edi. Bir kuni shunday hashamatli shahzodaning hayotini qo'yib, shu bir burda qattiq nonga ko'ngan odamning gapini qarang. Mana shunday kunda yashab turib nima der edi? Xuddi Umar ibn Xattobda aytgan so'zini aytgan edi. Nima dedi? Biz shunday saodatli hayotni boshimizdan kechiryapmizki, agar podshohlar va ularning bolalari bu hayotning mazasidan xabardor bo'lganlarida shu hayotni tortib olishligi uchun ustimizga qilichlar bilan bostirib kelishgan bo'lar edi. Avvalgi hayotini umuman eslamayapti. Nima uchun u faqirona hayot bo'lsa ham saodatli hisoblayapti o'zini? Chunki qalbi Allohning zikri bilan xotirjam bo'lyapti. Agar podshohlarning farzandlari biz totayotgan lazzat, huzur, halovatni bilganida qilichini ko'tarib kelib biz bilan jang qilgan bo'lar edi. Ammo buni muqobilida yana bir toifa insonlar bor. Qancha moli davlat yetarli bo'lmasin, hayot har qancha zo'r bo'lmasin, o'zini qatl qilayotganini. Mana Skandinaviya xalqlarini oling, Shvetsiyani, Norvegiya, Finlandiyani oling. O'zi Yevropa boy mamlakatlar majmuasi. Endi Yevropaning ichida mana shu Skandinaviya o'lkalari eng boylari. Eng o'zini joniga qasd qilganlarning ko'pi ham aynan shu mana shu Shvetsiyada. Skandinaviya o'lkalarida. Bironta bir musulmon deyishganmisiz? 5 vaqt namozda, Qur'on tilovatida, nafl namozlarni o'qiydi, doim Qur'on tilovatida es-hushi joyida bo'lib turib, o'zini o'zi osib qo'yganini ko'rganmisiz? U hayotda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'ylab ham qo'ymaydi, o'zini osishlaydi. Nimaga? Iymoni borligini eslaydi-da, dunyodagi eng boy, eng saodatli odam ekanligini his qiladi. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Ertalabdan kechgacha ishlaydi, kunlik tirikchiligini zo'r o'tkazadi, ammo hayotidan rozi, umri saodatli. Nima uchun? Allohni taniydi, namoz o'qiydi, Robbisini zikrida, kuniga rozi, xotirjam uxlaydi. Tirik ekanmizmi? Rizqimiz Allohning qo'lida. Yana million emas, milliardlagan puli bor odamlar bor, dori ichmasa uxlay olmaydi. Qalbiga g'am kirib qolgan. Lekin bu odam faqir, bu odam badbaxt. Nima uchun? Hidoyatdan uzilgan. Hidoyatdan uzilgan. Demak, kim saodatli bo'lar ekan? Hidoyatga yurgan kishi. Va ammallazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Oyatni qarang. Endi baxtiyor zotlar esa jannatda bo'ladilar. Baxtiyor zotlar dunyoda baxtiyor bo'lganlar. Dunyoda saodatli bo'lganlar jannatga kiradi, deyapti.
Biz saodatlimizmi, birodarlar? Endi baxtiyor zotlar esa jannatda bo'ladilar. Dunyoda baxtli bo'luvdi, endi bu albatta jannatga kiradi. Endi keyingi oyat. Fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun va shahiq. Bas, endi badbaxt kimsalar do'zaxda bo'lib, u joyda ohu faryod qilurlar. Badbaxt kimsalar do'zaxda bo'ladi. Demak, do'zaxga tushguncha bular badbaxt bo'lgan. Nima bilan? Iymonsizlik bilan, kufr bilan, Allohdan uzoq bo'lishlik bilan. Ulamolarning biri u kishini qamab qo'yishdi. Avval yashab o'tgan salaf solihinlardan qamoqda turar ekan aytar edi. Shu qasrchalik, shu qamoqchalik oltinni sadaqa qilsam ham men hozir his qilayotgan ne'matni shukrni ado qila olmayman. Shunday zo'r yashayapman, shu qasrchalik keladigan oltinni ehson qilsam ham shukr ado bo'lmaydi. Qanaqa ne'matni ichidasiz? Axir qamoqdasiz u. Bu qanaqa ne'mat? U kishi aytdi, yo'q. Men bir lazzatni ichidaman, odamlar uni bilmaydi. Qamab u kishini orqasidan eshik yopishganida tabassum qildi. Nimaga tabassum qilasiz qamalib turib? Robbimning bir oyati esimga tushdi. Astagfirullah. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al'azab. So'ng ular bilan mo'minlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, tashqarisida oldida esa azob do'zax bo'lur. U kishining mashhur so'zi: "Dushmanlarim meni nima qila oladi? Axir jannatim qalbimda bo'lsa." Yurtimdan haydab chiqarib yuborsa safar, qamab qo'ysa xilvat, Robbim bilan ibodatda bo'laman, o'ldirsa shahidlik. Ya'ni u kishining qalbidagi iymon har qanday holatda u kishining saodatli hayot kechirishligini ta'minlab beryapti, birodarlar. Qari kampir enalarimiz uyqularidan voz kechishib Qur'on o'qib o'tirishadi. O 1-2 gacha. Buni ko'rgan ayrim kishilar bechora deydi. Uxlashda o'rniga o'zini qiynab kitob o'qiyapti deydi. Qalbi faqat dunyoga bog'lanib qolgan g'ofil qalb egalari qayoqdan bilsin bu kampir Qur'on tilovatini qilyapti, qanday huzur qilayotganligini. Yana shunday bir odamlar bor, moli dunyosining hisobi yo'q, sarflab tugata olmaydi, ammo iymoni yo'q. Butun g'ami moli dunyosini ko'paytirishlik. Bu ikkisi hech qachon ter bo'lmaydi. Ibn Kasir o'zining Bidoya va nihoyasida bir ajib qissani keltiradi. Musulmonlar salbchilar bilan jang qilishar edi. Musulmonlarning qo'shni orasida bir yosh yigit bor edi, qori edi, hofizi Qur'on. Musulmonlarga Qur'on tilovat qilib berar edi. Odamlar yaxshi ko'rishar edi. Salbchilarning qasri ichida turib jang qilayotgan odamlarning orasida bu musulmon yigit bir qizga ko'zi tushdi. Uzoq kuzatdi. U qizning ishqi bu yigitning qalbiga tushdi. Kunlari birida yo'lini qildida, haliga qizga murojaat qildi. Qanday qilib senga yetishsam bo'ladi? Qanday yo'l bor senga yetishlikka? Qiz aytdi: "Nasroniyga o'tasan, menga uylanasan." Yigit nima qildi? Musulmonlar safidan chiqib, nasroniylar safiga kirib ketdi. Nasroniy diniga o'tdi. Keyin mana shu qizga uylandi. Bu qal'ani musulmonlar fath qilisha olmadi, ortiga qaytib ketdi. Bu yigitni yo'qotib qo'yishdi. O'ldimi, tirikmi, asir tushdimi yoki nima bo'ldi? Xabarlari yo'q. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin qo'shin takror keldi yana qal'ani fath qilishlikka. Musulmonlar qarashuvdi, ana shu nasroniylarning safida turgan bir yigit e'tiborini tortdi ularni. Qarashuvdi, haligi qori yigit. Unga: "Voy, sen falonchimisan?" "Ha, men shu falonchiman." "Ha, bizga Qur'on tilovat qilib beradigan falonchimisan?" "Ha, o'shaman" dedi. "Senga nima bo'ldi? Qur'oning nima bo'ldi seni? Qur'on yodlagan eding-ku, musulmon eding-ku." U nima dedi? Qur'onni hammasi esimdan chiqarilib yuborildi. Qalbimdan olib qo'yildi. Faqatgina bitta oyat esimdan chiqmayapti. Qur'onni ko'targan, hammasi hidoyat, nur, Alloh taolo olib qo'ydi. Faqat bitta oyat esimda qoldi. Mana shu oyat uni xotirasida qolib, uni qiynab unga azob berayotgan edi. Qaysi oyat edi? Astagfirullah. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu va yatamatta'u va yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Bitta oyat qopti qarang. Hali qiyomat kuni kofir bo'lgan kimsalar musulmon bo'lishni istab qolurlar.
Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yavering, yeb ichib foydalanib qolsinlar, orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilgan ishlarning oqibatini bilib olinglar. Ey musulmonlar, parvo qilmanglar bu dinsizlarni, dindan uzoqlarni, dunyolari obod bo'layotganligi. Alloh taolo ularni sinayapti bu narsa bilan. Ular ham o'ladi. Musulmonlar ham o'ladi. Robbisining huzuriga borganda bular ana shu kambag'alroq bo'lsa ham musulmon bo'lib yashamagan ekanman degan pushaymon deyishadi. Yer yuzida yashayotgan odamlar ikki toifa: saodatmandlar, badbaxtlar. Ana shu dinsizlarni, moli davlatini ko'pligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin. Albatta Alloh ularni bu bilan azoblayapti. Ko'pchilik, balki aksariyati baxtsiz. Solih kishilardan biri aytadiki, hayotimda shunday bir lahzalar o'tadi, shu lahzalarda o'zimni shunday his qilamanki, agar jannatiylar ham shu narsani his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. Shu dunyoda yashab turib aytayapti, shunday bir lahzalar bo'ladi, o'zimni shunday huzur halovatda his qilaman, agar jannatiylar ham shuni his qilsa, demak ularda ham hayoti yaxshi ekan. U qanday lahzalar? Sajdada turgan paytingiz, Qur'on tilovat qilayotgan paytingiz, Ka'bani tavof qilayotgan paytingiz, hoji aka. Bomdod namoziga qorong'ida ketib borayotgan paytingiz, iftorlik qilayotgan paytingiz, yetimni boshini silab, ko'zingizga yosh kelib, unga xayr ehson qilayotgan paytingiz. Alloh taoloning kalomini eshitib, ko'zingizga yosh kelgan paytingiz, eslaydi shu paytda. Tilingiz bilan tasvirlab bera olasizmi? Yig'laysiz a? Ya'ni yig'latadigan joy, Arafatda turibsiz, otangiz, onangiz sizdan rozi bo'lganligi haqida qo'lini ko'tarib duo qilyapti. Otangizdir, onangizdir sizga roziligini aytib duo qilyapti. Endi bundan keyin hech qachon kam bo'lmaysiz. Shuning uchun pul topayotganlar haligi har xil mashina olib, hashamatli uylarda solib, hadeb dunyoda obod qilaman, kafil yopishtiraman, miramir qo'yaman, sariq tosh qo'yaman do'rmasdan, otanglarni bittasinimi pulingiz yetsa, bo'lmasa ikkalasini olib borib turib Arafatda turib, qani dada, keling, oyi bir duo qilar haqingda deb turib, bir duosini olib ko'ringlar-da. Mana shu lahzalar lazzatni, saodatni cho'qqisi. Mana shu saodatdan insoniyatda juda ko'pchiligi mahrum birodarlar. Har qancha dunyoyingiz ko'p bo'lsin, bu dunyoyingizni sarflab har qancha huzur, halovat toping, kayf toping, ammo bu halovat, lazzatning ortida nima qoladi qalbingizda? Gunoh qoladi. Qalbingizni qorayish qoladi. Ular har qancha chiroyli kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yemasin, eng yangi mashinalarda yurmasin, har qancha dunyoda sayr sayohat qilmasin, baribir baxtsiz. Baribir baxtsiz, chunki qalbida iymon yo'q ularning birodarlar. Sababi Robbilardan ular voz kechgan kishilar. Insonning qalbi qachon xotirjam bo'ladi? Qachon kuniga rozi bo'ladi? Qachon inson baxtli bo'ladi? Alladina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Faqat Allohni zikri bilan qalbingiz xotirjam bo'ladi. Ishonaring birodar, 10 ming dollar bugun toping-da. Qancha yetmaydi? Yana 10 ming yetmaydi. 20 ming toping-da. 20 ming yetmaydi. 100 ming toping-da, 100 ming rasxod ko'rinadi. Faqat Allohning zikri bilan qalb xotirjam bo'ladi, Allohga bo'lgan iymon bilan inson baxtli bo'ladi. Darsimizning nihoyasi, darsimizni avvalida o'qib qo'ygan ikkita oyatimizni birodarlar yana takror o'qiymiz. Faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa. Kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Robbisining hidoyatiga yurib saodat topgan kishi, Robbisining hidoyatidan yuz o'girib badbaxt bo'lgan kishi, bu ikkalasi teng bo'ladimi? Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi